Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saxovat yarim obunachilar, sog'lommisizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa proyektimizga keldik. Inshaalloh bugun yangilikimiz zo'r, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Qo'li degan odam shu qalbidan urgan inson kelaverasizlar. Inshaalloh oqshamki Buxorodan kelgan jonliqimizni so'ydik. Shuda bir ozgina ham bugun hurmatli obunachilar shu Rozgul mamaning turmush o'rtoqlarini, ya'ni buvamizni o'tgan gullar ekan. Şuna bir ozgina şurada ebitlikka bir sadaqa qilib beracakmiz. Kelamanda insonlar olsa bemalol kelaveradilar, xudo xolasa. Ko'rib turganingiz yine jonliq so'yib turibdilar, hurmatli obunachilar, yaqin olib borib etmeyin, almayın. Afsiski berishi mumkin. Ko'rib turganingiz xudo xolasa, hurmatli obunachilar, ham bugun Piluz yine charxavik to'yam, hurmatli obunachilar, charxaviklari qo'yib, ustalar yine ishlari davom ettirib turibdi. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bir yondan aylantirib yo'lga beraman. Damkum bu, assalomu alaykum. Hormon, amasa geldingizmi? Assalomu alaykum Rasul aka. Amonmisiz? Soatingiz yaxshimi aka? Ana, hurmatli obunachilar, kelaverasizlar xudo xolasa, sarxavik to'yga. Inshaalloh yine boshlab berdik. Ustalar hormanglar. Muxtar aka, hormang aka. Amasa yetmisiz, soatingiz yaxshimi? Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingiz xudo xolasa ham yeri sarxaviklar yine qo'ldan kelgancha qo'yib, o'rnatib basirib yo'tallar. Xudo xolasa yine 2 güne ya erten ya son güne xudo xolasa ağaçlarını to'atanlar bunu. Hurmatli obunachilar, befarq bo'lmaysiz degan umiddaman. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa günden güne ishimiz bitib kelayotir inshaalloh imoratimiz. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, ichon taraflar ishki, tashqi taraflar aynalari hammasi tayyor hurmatli obunachilar. Faqat yine shu ban taraf bilan yo'lon tarafi hurmatli obunachilar demir ish kerak bo'lib turibdi. Boğan tarafı bakın bir de boğ yok kudan boğan tarafındaki iş hurmatli obunachilar yine 1 metr. Yo'lon tarafı hurmatli obunachilar yarman qilib ish kerak bo'ladi. Kimdir ep beraman desa, bemalol xudo xolasa ep kelib beraverasizlar. Shuda Omanın dualarini alıp gitesizlar. Ko'pchilik ham hurmatli obunachilar ijtimoiy tarmoqdan yosh ulug' insonlar, ya'ni hojanalar, hojatlar kuzatib o'tdi bizlari. Gelip bemalol shularning dualarini alıp ketaverasizlar. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Assalomu alaykum usta Hormon. Assalomu alaykum. Amoz etmisiz? Charcham yuribsizmi? Allah razı olsun sizlerden. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa yine bir yan tarafına görüp üzeringiz bir göz bu antradan ishlab bo'lib yotdi. Xudo xolasa bita kelibdi. Sesmaga geldik hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 3 metrdan keyin hurmatli obunachilar sesma qo'yiladi. İnşallah xudo xolasa ana tarafini ağaçlarını tortib basılıp başlaydı xudo xolasa. Yine hurmatli obunachilar, yeşil uğraşma bo'lib yotibdi. Assalomu alaykum. Afajonim, amosa keldingizmi? Soatlaringiz yaxshimi? Yo'q, Dilbar opa, assalomu alaykum. Amosa etmasa soatlaringiz yaxshimi? Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, yeşil uğraşmalar bo'lib yotibdi. Sadaqa tayyorgarlik hurmatli obunachilar, yine obunachilarim keldi. Alloh rozi bo'lsin shu insonlardan. Duo qilib qo'yasizlar xudo xolasa. Zarar yok. Zarar yok. Apa dua kılıp koydular namımıza. Uyatlı yeri yok bunun. Hürmetli obunachilar, xudo xolasa görüp turganingizdek, xudo xolasa işimiz inşallah bite geldi. Muxtar aka, sesmaga geldi ya xudo xolasa. Bugün gelip borar ey. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, şöyle semit hep beremenden inşallah olsa befarq bo'lolmas. Qo'ldan kelgancha yordam qilamizdan inşallah bo'lsa, xudo xolasa sesmag'imizdan kelibmiz inşallah. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, endi havolangiz bor, hibinimizni Farhat ukamiz hep beremenden qo'ydi. Endi bo'lgan semit kerak hurmatli obunachilar, ham shu ustalar ishlab turgan haqqi pena blokimizni haqqi kerak bo'ladi hurmatli obunachilar. Bulara hozirlikcha bizlarda hurmatli obunachilar akşam 2 etap pulimiz bor edi, shu turibdi. Kesama berganlari bor bitta ozgina. Bular bilan bir 3 etap pul turibdi hurmatli obunachilar. Befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman. Xudo xolasa hisob kitob etib ko'ringlar.
10 min emas. 1050 dana pinabolog hozirlikcha aldırdık. İnşallah bu hurmatli abacha yetmeydi. Çünkü bu bugünkü akşamki azandaki gelgen pinabolog bugün hurmatli abacha örüp bo'ladilar buni. Yana oz-moz xudo xolasa hisob kitob etib aldırib beramiz qolganini. Allah razı olsun barchangizdan hurmatli obunachilar. Bir de hurmatli obunachilar xudo xolasa şu ishlab turgan ustalar haqqi bilan ish pinabologki ham sesma quyiladigan biz semetimizni gerek olib turibdi. Boshqasi hozirlikcha hurmatli obunachilar yetarli. Faqatgina ishi yo'l yon taraf bilan hurmatli obunachilar anglan tarafdagi eshik kerak oldi. Yo'l yon tarafi hurmatli obunachilar yormaqob eshik, anglan tarafi abishni 1 metrlik eshik olsam bo'laveradi. Chunki hurmatli obunachilar baribir musulmonchilikda bir taraf yormaqob eshik bo'lmasa to'g'ri kelmas deb o'ylanaman. Yana bilmadim. Fikri xulosangizni o'zingiz kommentariyada yozib ketaverasizlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa qo'ldan kelsa sizlarga shudagi bo'lib o'tib turgan jarayonlarni qo'ldan kelsa olib syomka qilib tushirib turaman. Bir zamondan keyin xudo xolasa havo bemalol xudo xolasa sizlarga promo efir qilib, promo efirda navla bo'lib turganini o'rgazib beraman. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, sog' omon bo'lgaysizlar. Ihsonsiz insonlarga videolarimizni tashakkur qo'yish, yaxshi kommentariyada chiroyli so'zlar yozib ketish, like'lar bosib esdan chiqmasin. Sog' omon bo'lgaysizlar.